Assalomu alaykum. Bugungi gapirmoqchi bo'lgan gapim ko'pchilik bemorlarimizda varikoz kasalligi borligiga qaramasdan davolamasdan yurishibdi. Ayrim bemorlarimiz ko'riklarga kelib ketadi. Davolash usullarini tavsiya qilamiz, lekin unga qaramasdan keyin yovib kechadi. Nimaga unaqa bo'lishi mumkin? Avvalambor balki kimdir yaqinlari eskicha usul, ya'ni ochiq usulda operatsiya qildirgan bo'lishi mumkin. O'sha usuldan keyin qaytib chiqib ketdi, operatsiya qildirma degan tavsiyalarni eshitish boshladi. Nafaqat qarindoshlardan, balki ayrim vrachlardan ham bu narsa eshitishingiz mumkin. Ya'ni neprofilli xirurg emas vrachlardan. Ikkinchi narsadan bu internetda, ya'ni har xil negativ odzivlarni o'qigan bo'lish mumkin. Biz bilamizki, internetda negativ odzivlar juda ko'p. Положительный, ya'ni yaxshi natija olgan bemor kamdan kam internetga kirib o'zini yaxshi bo'lganini yozadi, xursand bo'lib hayotini davom ettiraveradi. Yaxshi bo'lmagan bemor zahot o'sha yomon bo'lgan natijasini yozadi. Shuning uchun ham ko'proq unaqa narsani o'qib o'chirish mumkin. Shu sabablarga ko'ra bemorlarimiz varikozni davolamasdan yuraveradi. Lekin agar varikozni davolamasa, varikoz rivojlanib ketaveradi. Men har doim bemorlarimga aytaman, yoshlik, ya'ni sog'lom, aktiv bo'lgan vaqtda varikozni davolay olinglar. Chunki varikoz qariyalik vaqtida juda yaxshigina asoratlarga olib keladi. Eng qariya vaqtida xursandchilik, bola chaqa, navaralarning xursandchiligini ko'rishdan o'rniga shu varikozlar bilan qiynalib, o'zini, farzandlarini, bolalarini ham atrofdagilarni qiynash boshlaydi. Chunki varikoz asoratlari yaxshi emas. Bu tromb hosil bo'lish, trofik yaralar paydo bo'lish, oyoqdagi har doim og'riqlar, qon ketish bo'lishi mumkin holatlarda. Shuning uchun varikozni seryoznroq, ya'ni jiddiyroq qarash kerak va o'z vaqtida davolashga harakat qilish kerak. Bugungi kunda varikozni davolash bemor uchun yengil bo'lgan, osonroq bo'lgan. Ayrim bemorlarimiz to'g'ri qo'rqqan hisobiga, ya'ni faqat odzivlardan emas, og'riqdan qo'rqishi mumkin. Bolnitsada yotaman yoki kuchli og'riqlar bo'ladi deydi, qo'rqqanidan keladi. Bugungi zamonaviy tibbiyotda isbotlangan, ya'ni natijasi, xavfsizligi isbotlangan usul bu lazer usuli hisoblanadi. Lazer usuli yordamida deyarli og'riqsiz bemor shu og'riqsizlantirayotgan vaqtida o'sha kichkina ukolchalarni faqat sezishi mumkin. Tish doktoriga borganingizda ukol sezasiz boshida, keyin oyog'iga muzlatib qo'yadi. Bu yerdan xuddi shunaqa. Boshida vrach ukoldan qilib oladi tomir atrofiga, keyin lazer quydirayotganlarida umuman bemor hech narsa sezmaydi. Ikkinchisi, qayta chiqish ehtimoli lazer operatsiyadan keyin juda ham kam. Bizani ko'p reklamalarimizni balki ko'rgandirsizlar, internetda, Instagramda, Facebookda, anaqada ham, YouTube'da ham kanalimizda bor. Ya'ni biz har doim operatsiya qilgan tomirlarimizga garantiya beramiz. Haqiqatan ham varikoz chiqqan, ya'ni varikoz lazer bilan davolangan chiqqan varikozni biz qayta chiqmasligiga garantiya beramiz. Bugungi kunda isbotlanganki, ochiq operatsiyaga qaraganda lazer operatsiyadan keyin retsidiv, ya'ni qayta chiqish ehtimoli juda kam, 10 barobar kam uchraydi, 10 barobar kam uchraydi. Nimaga unaqa? Birinchidan, ochiq usulda varikozni kesib olib tashlaganda yuzaki atrofidagi tomirlar, limfa tugullari, mayda tomirlar, nervlar shikastlanishi mumkin. Shu joylarda tibbiyotda revaskularizasiya deydi, ya'ni yangi tomirlarni paydo bo'lishi ehtimoli ko'payadi. Shuning uchun shu joylarda yangi varikoz chiqishi mumkin. Lazer operatsiya qilsak, lazer faqat ichidan zararlangan tomirni biz yopamiz, kuydiramiz, atrofdagi muhitga umuman hech qanaqa zarar yetkazmaydi. Shu sabablarga ko'ra varikoz qayta shu joyda boshqa qayta chiqadi. Keyingi sabablardan varikoz lazer usulida davolanayotganda
ultratovush nazoratida davolanadi. Ya'ni ultratovush nazoratida biz o'sha har bitta zararlangan tomirni ko'rib, lazer bilan kuydirib chiqib ketamiz. Bitta ham varikoz bo'lgan tomir qolib ketilmaydi. O'sha oldin diagnostika qilayotganda belgilab olamiz, keyin lazer davolayotganda o'sha tomirlar kuydirib chiqib ketamiz. Bemor lazer operatsiyadan keyin больницада yotmaydi. Agar ishlaydigan odam bo'lsa, ertasigayoq ertalab ishga chiqib ketsa bo'ladi. Chunki mahalliy anesteziya o'sha aytganimdek ukol qilinadi, oyog'iga chulki kiygizamiz, bemor chiqib yuradi. Ertasiga o'sha chulkilarda faqat bo'lib turib, ishga chiqib ketish mumkin. Demak, lazer operatsiya bu xavfsiz, deyarli og'irsiz. Bugungi kunda eng samarali va zo'r, haqiqatdan zo'r natija beradigan usullardan bittasi hisoblanadi. Agar varikozni davolamasangiz, asoratlari achinarli, haqiqatan ham asoratlari achinarli. Bu narsaga haqiqatan juda jiddiy qaranglar. Agar varikozni davolash imkoniyati bo'lmasa, bizning klinikada ham, ayrim klinikada ham bo'lib to'lash imkoniyatlari bor. Hozirgi kunda hokimiyatlar, ayollar jamiyati, jensovetlar o'sha kam ta'minlangan oilalarga yordam berib, o'sha pul o'tkazish yo'li bilan kelishyapti bemorlarimiz, o'sha bemorlarni ham davolab beryapmiz. Shuning uchun varikoz chiqdimi, agar varikozni davolamasanglar, asorat bo'lgan varikozni davolashni qimmatlash bor edi. Bugun masalan, varikoz, asoratlanmagan varikoz davolashingiz masalan 1000 so'm bo'lsa, ertaga asoratlangan varikozingiz davolash уже 5000 bo'ladi. Qimmatlashib ketaveradi. Chulki kiyishingiz kerak, umrbod yaralar paydo bo'lsa, o'shalarni davosiga dorilar rasxodlar bo'ladi, ichgan tabletkalaringiz qo'shiladi. Chulkini tez-tez almashtirib turish kerak. Shuning uchun shu narsalarni hisobga olib, varikoz endi chiqdimi, hali bezovta qilmadimi, asorati bo'lmadimi, teringiz rangi o'zgarmadimi, flebologga murojaat qilib, varikozlaringizni davolab yo'qotib oling. To'g'ri, homilador bo'lsangiz, qanaqadir yangi joyingizdan chiqish ehtimoli bo'lishi mumkin, lekin mayda chiqqan tomirlarni ukolchilar yordamida keyin davolab yo'qotib olish oson. Lekin katta varikozlarni keyinchalik katta bo'lgan sari davolash qiyinlashib boradi, qimmatlashib boradi, bemor ham qiynalishadi, xarajati ham ko'payaveradi. Yosh katta bo'lgan sari qo'shimcha kasalliklar qo'shib boriladi. U kasallarni har bitta ham vrach operatsiyaga olib qo'rqadi, ya'ni boshqa tomondan asorat bo'lib qolmaydimi deb. Shuning uchun o'z vaqtida yana bir marta aytaman, yoshmisiz, aktivnimisiz, imkoniyatingiz bormi, o'z vaqtida varikozdan qutulib oling. Agar qanaqadir qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, kommentariyalar bo'lsa, bizlarni kommentariyalarimizni qoldiring. Savollaringizga javob berishga harakat qilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat.